Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va kanalimiz kuzatuvchilari. Men Termiz davlat universiteti psixologiya kafedrasi katta o'qituvchisi, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Alimardon va Salomat Bobonazarova bo'laman. Bugun sizlar bilan psixologik trening asoslari fanidan guruhga psixoanalitik jihatdan yondashuv mavzusini ko'rib birgalikda muhokama qilib o'rganib chiqamiz. Va guruhga psixoanalitik jihatdan yondashuv mavzusi bo'yicha bilasizki, psixoanalitik nazariyaning eng yirik namoyandalaridan biri va asoschisi venalik psixiatr Zigmund Freud to'g'risida ma'lumotlarni birgalikda tahlil qilib chiqamiz. Va Zigmund Freudning klassik psixoanalizi, Freud izdoshlari Karl Jung va Alfred Adler hamda shaxs strukturasi, shaxsning rivojlanishi rejalari bo'yicha mavzuni tushunib olishga harakat qilamiz. Zigmund Freud, bu asl ismi Zigmund Freud bo'lib hisoblanib, 1856-yilda 6-may kuni Venada, Avstriyada tavallud topgan va o'zi ruhshunos bo'lish bilan bir qatorda psixotahlilga asos solgan va psixoanalitik nazariyaning asoschisi bo'lib hisoblanadi. Zigmund Freud o'zini Vena universitetini professori bo'lib, u freudizmni asoschisi, psixologiya maktablaridagi freudizm maktabining asoschilaridan va yirik namoyandasidan biri bo'lib hisoblanadi. Zigmund Freud 1938-yilda Angliyada dastlabki tadqiqotlarni olib borib, Angliyadagi laboratoriyalarda o'zining tadqiqot ishlarini amalga oshirgan va 19-asrning 80-yillarida nevrozlar muammosiga, 90-yillarning o'rtasidan boshlab esa ruhiy tahlil, psixoanaliz asosida nevrozlarni davolash usuliga e'tibor qaratib borgan. Zigmund Freudda psixoanalitik nazariyani asoschisi deb ta'kidladik va shunga ko'ra g'arb madaniyatiga chuqur ta'sir ko'rsatdi. Agar ko'chada ketayotgan bir 100 ta odamdan so'rab ko'rsangiz, psixologiyani nomini yoki psixologlar haqidagi mulohazalarni ilgari surishda ular hammasi Zigmund Freudni taniydilar va uni klinik psixologiyada va psixoterapiyada amalga oshirgan ishlarini juda yaxshi teran anglashgan va tushunib yetishgan. Zigmund Freud o'zidagi insonni shaxsni tuzilishida shaxsdagi psixikani 3 ta jihatga ajratib olgan va bu jihatlarda o'zini topografik model deb nomlagan va bu psixik jihatlarni belgilash jarayonida 3 ta darajasini aniqlab, ong osti va ongsizlik ko'rinishida keltirib o'tgan va Freud ko'pincha o'zidagi shaxsning tuzilishiga 3 ta jihatga, darajaga ajratib olgan ma'lumotlarga suyangan holda bir qator ko'pgina farazlarni ilgari suradi va ko'plab tadqiqotlarida o'zini yoniga kelgan, klinik ko'rinishdan o'tgan bir qator nevroz, shizofreniya kasalliklariga uchragan insonlarni davolash maqsadida foydalangan. Va Freud shaxs psixikasini 3 ta ko'rinishga, darajaga ajratar ekan. Ularning birinchisi bu id haqida to'xtalib o'tishimiz kerak. Bu id biologik instinkt bo'lib, uni tabiati ongsizlikda va inson psixikasini eng chuqur sohasidan bo'lib qatlami ongsizlikni o'z ichiga oladi. Va ushbu shaxsni psixik tuzilishini 3 taga ajratgan holdagi id, ego va super egoni shunday tushunishimiz kerakki, go'yo aysbergni tasavvur qiling. Aysbergni suv yuzasida juda kam qismi ko'rinib turadi va uning asosiy katta qismi suv tubida bo'ladi. Xuddi shunday insondagi o'sha ongsizlikdagi ko'rinib turadigan uni fikrlari, o'ylari, xayollari uning ruhiy dunyosining yashirin holatida namoyon bo'lishini aysberg misolida tushunib olsangiz, juda ham teran anglab olishingizga sabab bo'ladi. Va bu id insondagi shu ongsizlikning ko'rinishi bo'lib hisoblanib, biologik instinktlar ta'sirida harakatga keladi hamda aynan shu instinktlar ta'sirida harakatlanayotgan inson ruhiyatida ko'pincha id qoniqish hissini va lazzatlanishni tuyishni xohlaydi va u odamni xulq-atvorini, o'zini ko'rinishini, xarakter xususiyatlarini qolipdan chiqib ketishga undaydi. Hamda Freud ta'biri bo'yicha id, ya'ni instinktlarning ko'rinishidagi biologik
biologik omil bu ongsizlikni yuzaga keltiruvchi shaxs xulq atvoridagi holatlarni u katta, agar itni biz katta doshqozon deb oladigan bo'lsak, ushbu doshqozonni qaynab chiqishiga sabab bo'ladigan ikkita o'tinni nomi bor deb tushuntiradi. Bu bitta o'tinni nomi agressiya bo'lsa, ikkinchi bir o'tinni nomi esa jinsiy mayllar deb hisoblanadi. Va Freyd bu bilan aytmoqchiki, inson xulq atvorini ongsiz, yashirin tarafini jahlga berilganda, agressiyaga berilganda o'sha bostirilib yotgan ongsizlikda ko'rinadigan it o'zini namoyon qilish asnosida tushuntirib o'tadi. Va ego bu men, egoni holati bu ongli ravishda bo'ladi. Insonning bedorlik holati tushuniladi, ya'ni inson bedor va u uyqu holatida emas, hushsizlik holatida emas, o'zini anglab, teran tushunib turgan payti va insonni aynan ego holatida tashqi muhitga, o'ziga yoki atrofdagilarga u tarbiyalangan va nazorat qilingan xulq atvorni ko'rsata oladi. Keyingisi bu super ego, mening menligim. Odatda psixologiyada yumshoqroq termin va hammaga tushunarli bo'lishi uchun kayvoniy men iborasi bilan ishlatiladi. Va ushbu super egoni ko'proq vazifasi insonning psixikasida id va ego, ya'ni instinktlar va men agar ular tortishib qolsa, ularni orasiga tushib, shaxsni bostirishga harakat qiladi va ko'pincha super ego egoning yonini oladi, ya'ni egon tarafini oladi va agar odatda shaxs mening emas, ya'ni egoni emas, itni gaplariga quloq solib, ma'lum bir xulq atvorni buzib, jahlga berilib, deylik yaqin insonni xafa qilib qo'yganda, agressiya o'tib ketib, hovuridan tushgandan keyin u super ego namoyon bo'ladi va shaxsda shunaqangi ruhiy holat kechadiki, endi super ego shaxsni pushaymonlik va aybdorlik hissi bilan jazolaydi. Va odatda o'zbek xalqida ham shunaqa maqol bor, jahl kelganda aql ketadi. Shuning uchun asl insonning psixikasidagi ongsizlik ko'pincha agressiya holatida namoyon bo'ladi va shu joyda, ushbu jahl holatida qilingan xatti-harakatdan inson agressiya o'tib ketgandan keyin pushaymonlik holatini boshdan kechirishi, uning psixik tuzilishidagi mana shu 3 ta daraja id, ego va super egoga taalluqli ekanligini Freyd nazariyasida ko'rishimiz mumkin. Va mana biz yuqorida sizga aytdik, 3 ta holat. Id, u bu biologik instinkt dedik, ego men, super ego bu kayvoniy men. Ongsiz qismini tashkil qiladi id hamda u biologik instinkt mayldan iborat va bularni aytdik. U doimo insondan qoniqish, baxtga erishish, asosiysi inson hayotidagi eng asosiy maqsad tamoyillarni yuzaga chiqarish uchun xizmat qiladi. Va bu men ikkinchi tamoyil gomeostazdagi ichki muvozanatni saqlashdagi tendensiya sifatida tushuniladi. Va ego, ya'ni ong insonni doimiy ravishda id bilan nizoda bo'ladi va u jinsiy mayllarni ta'sirida bo'ladi va 3 ta kuch ta'sir ko'rsatadi kayvoniy menga hamda ular o'rtasidagi super ego nazoratni oladi va balki u ko'pincha egoga yon bosadi. Va oxirgimiz super ego, ya'ni kayvoniy men dedik, axloqiy standartlarni tashuvchi va shaxsning bir qismi tanqid, senzura yoki vijdon rolini bajaradi. Biz tashqi ko'rinishimizdan, qilgan qilmishimizdan pushaymon bo'lmasak, lekin ichkarimizda vijdonimizni azoblanayotganligi yoki vijdon azobida qolganligimizni tushungan paytingizda sizda kayvoniy men o'z ishini qilayotgan bo'ladi. Va u shu narsaki, natijada aybdorlik, uyat va vijdon ta'nalarini ko'rinishda jazolashni shaxs o'zini psixik hayotidan va boshidan kechiradi. Siz tasvirda ko'rib turibsiz ushbu 3 ta holatni, egoni, super egoni va idni. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu aysbergning eng katta qismi id pastlikda joylashgan va ozgina egoning ko'rinib turgan qismi biz tashqi atrofdagi odamlar bizni ko'rayotgan xulq atvorimizni belgisi sifatida bizni namoyon etadilar. Va Freydning psixiatr vrach bo'lib, uni qo'l ostida eng yaxshi shogirdlari
Karl Jung va Alfred Adler uni eng ikkita yaqin shogirdlaridan biri edi va bu uchala psixiatr doimo nevroz shizofreniya kasalliklarini maslahatlashish asnosida davolab kelishar edi va yuqoridagi ma'lumotlar bilib oldingizki, Sigmund Freud shaxsni davolashdagi, uni shaxs bo'lib shakllanishidagi, undagi bostirilgan ehtiyojlar yoki jinsiy mayllarga katta e'tibor berganligi uchun ko'plab olimlar tomonidan rad etilgan va taqiqlarga qolgan inson, tanqidlarga qolgan psixiatr sifatida e'tirof etiladi. Va uning shogirdi Karl Jung bemorlarni kuzata turib shu narsaga e'tibor qildiki va u shu jihatdan individual psixologiyaga asos soldi. Hamma ham o'zida kechayotgan ruhiy holatlarni jinsiy mayllar bilan bog'lamas ekan, balki insonda shunaqa individual tuzilish bor. U inson psixikasidagi tipologiyasini yaratdi va o'zini analitik psixologiya nazariyasi bilan asosladi va shaxs tipologiyasiga doir yondashuvni ekstraversiya va introversiyada tushuntirdi. Ya'ni ba'zi insonlarda ekstraversiya sodir bo'ladi, ular ichkaridan tashqariga yo'naltirilgan degan ma'noni anglatadi va inson ruhiyatida ichki holatida nimalar kechayotgan bo'lsa, uni tashqaridan hammasini sezish mumkin. Xursand bo'layotganda haqiqiy tabassumga erishadi yoki xafaligini ham ko'rsatadi, ko'z yoshlarini tiyib turmaydi va bu odamda muloqotga kirishuvchanlik kuzatiladi hamda odamlar ishonchini tezgina qozonib, lekin tez xafa bo'lishga ham bir paytni o'zida moyil bo'ladi. Va introversiya bu tashqaridan ichkariga yo'naltirilgan ma'noni bildiradi hamda bu tipga xos shaxslarda og'ir vazminlik, ko'ngli noziklik, beparvolik, do'stlik qoidalariga juda qat'iy amal qiladilar va shuning uchun introvertlarni do'stlari juda kam bo'ladi. Muloqot doirasida cheklangan, tortinchoq, ko'proq o'zlarini ichki dunyolari bilan band va yolg'izlikni yoqtiradigan odamlar bo'ladi. Ko'pincha shoirlar, yozuvchilikni tanlagan insonlarda shunaqa o'zlari bilan o'zlari yolg'iz qolib, o'sha paytda kechirgan his-tuyg'ularni o'z ijodlarida namoyon etishini ko'ramiz. Va shaxs strukturasida Freud bo'yicha itga, egoga, super egoda uchragan holatlarini uni yana bir shogirdi, sevimli shogirdi Alfred Adlerda ko'rishimiz mumkin. Individual psixologiyaning asoschisi va Alfred Adler shaxslardagi tarkib topishni ikkita tushuncha bilan izohlaydi. Hukmronlikka intilish va kamsitilganlik kompleksi bilan izohlab keladi va bunga ko'ra Alfred Adlerga ko'ra ushbu holatni tushuntirishimiz mumkinki, insonlarning farzandlari tug'ilish davrlariga qarab to'ng'ich farzand, o'rtancha farzand yoki kenja farzandlar ekanligiga qarab ham ularda kamsitilganlik yoki hukmronlik komplekslariga ko'ra ular mana shu ikkita kompleks doirasida voyaga yetadilar deb tushuntiradi. Odatda eng ko'p to'ng'ich farzandlar bular hukmronlik kompleksida voyaga yetadilar. Ya'ni ular ota-onaning intiqib kutilgan orzusi sifatida ular juda ko'p narsani qo'lga kirita oladilar. Ularga nisbatan katta ishonchning mavjudligi ularda hukmronlik kompleksiga asos bo'ladi. Va o'rtancha farzandlar, kichiklari, kenja farzandlar yoki bo'lmasa ayniqsa oiladagi yolg'iz farzandlarni ko'pincha Adler aytadi, kamsitilganlik kompleksida katta bo'lishadi. Ular juda ota-ona tarafidan nazorat qilingan, u bajarish kerak bo'lgan ishni bu bizning yolg'izgina farzandimiz, o'zimiz bajarishimiz kerak deb oiladagi kattalar, ota-ona o'zlari bajarib qo'yishganligi sababli shaxs o'zini har doim xatti-harakatida faol bo'lishni istayvermaydi. Va Adler shunday tushuntiradiki, agar shaxs hukmronlik kompleksida yoki kamsitilganlik kompleksida katta bo'lsa, demak bu komplekslar uni hayotida butun umr o'z ta'sirini ko'rsatadi hamda shaxs bo'lib shakllanishida, faoliyatida mazmun jihatdan o'zini anglash borasida ta'sir etib turadi. Yuqorida keltirib o'tilgan ma'lumotlarga ko'ra shaxsning rivojlanishidagi psixikaning tuzilish darajalari yoki analitik psixologiyaga ko'ra shaxs tipologiyasi yoki Alfred Adlerga ko'ra shaxsning tuzilishidagi hukmronlik kompleksi va kamsitilganlik komplekslarini
yaxshi anglagan holda biz guruhga kelayotgan insonlarda psixologik treninglarni tashkil etishimiz va olib borishimiz mumkin. Mavzuni doirasi juda keng va siz mavzu doirasidan savollar paydo bo'lganda o'zingizni mustaqil ta'limga yo'naltirib, o'qib, o'rganib, ushbu mavzu bo'yicha yanada keng ma'lumotlarni olib borishingiz mumkin. Bundan tashqari kanalimizni kuzatib boring va ushbu mavzuning davomi sifatida keyingi mavzularda yanada teran o'rganib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.